Assalomu alaykum. Sizlarga fokus ko'rsataman, qarab turinglar. 1, 2, 3. Qalay, yoqdimi? Xullas, bugun biz 7 tadan ko'p narsa yasadik, eski materialdan yasadik. Mana bu bittasi eshik. Mana bu rom. To'g'risi, eski materiallardan unchalik yasamasdik-ku, endi yasab ham beraveramiz. Agar ko'p bo'lsa yasab beramiz-da. Mana o'sha eshik, bir qavat oyna, mana eski zamondan qolib ketgan, bir Amir Temur davrida qolib ketgan ruchka zamoylar va mana shu ushlab turadigan ham bor. Keyin pullas eshik, mana u rom. Romda ham ochilib yopilishlar Akfa Delfin qo'ydik, keyin ochilib yopilishlar yaxshi narsalar qo'ydik xullas. Bu ham bir qavat oyna. Eskidan bo'lgan bu ham. Bir qavat oyna. Mayli, endi keyingisini ko'ramiz. Mana u eshik, bir qanotli. Buni ham ruchka zamoga o'sha Amir Temur bobomizgidan olib ketgan. Buni ichkaridagi eshik. Bunga bir yo'li soqol olgan ayna ham qo'yib qo'ydik. Mana ochilib yopilishi buni ham. Yaxshi, yomonlamayman, yaxshilamayman ham. Chunki o'rtacha material. Bemalol soqollarni olaverasizlar. Shu xolos hozircha ammo Akfa materialdan. Bir qadimgi zamonda bitta odam aytgan ekan, eskini to'g'rilagungacha esingga aytan dedim. Rostdan hamda bitta eshikni 7 marta yasadik. Yomon qiynayapti. Mana o'sha eshigi tepasida forchkasi bor hammasini. Mana bir qanotli ayna ham hammasi. Forchka yangidan bo'lgan narsalar. Chit-chit zanjir ikkitadan anaqa. Uni aynaga yo'q, sanab ketgan. Uni boshqa ayna edi. Yasalgan. Zato ochilib yopilishi zo'r. Zamoy Amir Temur davrida qolib ketgan bo'lsa ham. Xullas, yasab berdik. Bu narsalarni buzib, chachib, boshqatdan yasab, to'g'rilab berdik. O'zimiz yangi narsalardan tiqdik. Archasi, delfini, boshqa narsalarga yangi materialdan tiqdik. Shunaqa qilib bir chiroyli narsa yasab oldik. O'rnatib ham berdik. Ishimiz qiyin bo'lmadi, tez bo'ldi-ku. Tez ham 2 kunda. Qizig'i, hamma narsani bo'lganimizdan keyin boshliq aytdiki, olib tashlaymiz bular barini. Boshqatdan yangi narsa, yangi materialda yasab berasizlar dedi. O'shaning uchun bu narsalarni endi hozir o'rnatib olganmiz. Ertaga barini buzib tashlaymiz-da. Buzib yangi material olib kelib berishadi, o'shanda yasab qo'yib beramiz. Shuncha mehnat qilasizda, mana uni buzilgan bemaza narsalardan buzib, chachib, boshqatdan yig'ib yasadikda. Shuncha mehnat endi osmonga uchib ketadi. Qolgan endi yangi materialda yasasam, qolgan video qilib, narxi, razmerlarigacha chiqaraman. Hozircha shu, mayli, keyingi safar ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mayli, ay.